أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته İngilizce Kur'an-ı Kerim dersining 7. qismini boshlaymiz. Oldin qitimda biz Allah subhanahu va taoloning Adem alayhissalomni dunyoda yaratishi to'g'risidagi oyatning davomini shuni o'rganib kelgan, bugun shuni davomlashtiramiz inshaalloh. 34-oyat. Bismillahirrohmanirrohim. Wa id qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. And remember when we said to the angels, prostrate yourself before Adam, and they prostrated except Iblis, Satan. He refused and was proud and was one of the disbelievers, disobedient to Allah. Ve estigin ki biz farishtalarga aytgan vaqtni Adamning oldida sajda qilinglar deb. Prostrate ya'ni sajda qilmoq degan ma'noda. Adamning oldida sajda qilinglar dedik. Ular sajda qildi, faqat Iblis ya'ni shayton sajda qilmadi. U rad qildi va cho'ngchilik qilib takabburlik qildi va u kofirlardan birisi bo'lib ketdi. Ya'ni Allohga asi bo'lgan, Allohning buyrug'iga bo'ysunmaganlardan bo'lib ketdi. 35-oyat. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka al-jannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin. And we said, O Adam, dwell you and your wife in paradise, and eat both of you freely with pleasure and delight of things therein as wherever you will. But come not near this tree, or you both will be of the zalimun, wrongdoers. Ve biz dedik, ey Adam, o'rinlashgin sen ve sening ayoling jannatda ve her ikkinglar yanglar. Both of you degan her ikkinglar yanglar. Erkin azada xushallik, xursandlik bilan yanglar. Pleasure, delight asosan o'xshash ma'noda. Uningdagi narsalarni yanglar sizlar xohlagan joyinglarda. Wherever you will degan qanday joyda xohlasangiz shu yerda. Lekin bu daraxtga yaqinlashmanglar yoki bo'lmasa har ikkinglar zolim bo'lib qolasizlar. Ya'ni wrongdoers, xato ish qilgan kishilar bo'lib qolasizlar deb shunday dedik. 36-oyat. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Then the shaitan, Satan, made them sleep therefrom, the paradise, and got them out from that in which they were. We said, get you down all with enmity between yourselves. On earth will be a dwelling place for you and enjoyment for a time. And then shaitan ularni teyildiribdi jannatdan. Va ular turayotgan joydan chiqaribdi, ya'ni jannatdan chiqaribdi. Va biz aytdik, sizlar hammanglar tushib ketinglar. O'zaro dushmanlik bilan, enmity degan, enemy degan dushman degan bo'ldi. Enmity dushmanlik bilan tushib ketinglar. Zaminda sizlar uchun o'rinlashadigan joy bo'ladi va ma'lum vaqtchilik manfaatlanish, huzurlanish bo'ladi deb biz ularga shundoq dedik. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. 37-oyat. Then Adam received from his Lord words, and his Lord pardoned him, accepted his repentance. Verily, he is the one who forgives, accepts repentance, the most merciful. And then Adam Parvardigoridan so'zlarni topshirib oldi. Ya'ni Allah subhanahu va taoloning tavbasini qabul qilgan so'zlarni Allah taolo Adamga ilhom qildi. Shuning bilan Adam alayhisalom shu so'zlarni aytdi. Ya'ni ondan Adam Parvardigordan so'zlarni topshirib oldi va uning Parvardigori uni kechirdi. Ya'ni uning tavbasini qabul qildi.
Haqiqatan u Parvardigor bo'lsa, kechiradigan, ya'ni tavbani qabul qiladigan eng rahim shafqatli zotdir. 38-oyat. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wa la hum yahzanun. He said, get down all of you from this place, the paradise. Then whenever there comes to you guidance from me, and whoever follows my guidance, there shall be no fear on them, nor shall they grieve. Biz aytdik, sizlar hammanglar bu o'rindan, ya'ni jannatdan tushib ketinglar. Andin qachonki sizlarga mendan bir hidoyat to'g'ri yo'l kelsa va kimki mening hidoyatimga ergashsa, ular qo'rqinish bo'lmaydi, ular ham g'amkin bo'lmaydi dedi. 39-oyat. Vallazina kafaru va kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. But those who disbelieve and belie our ayat, proofs, evidence, verses, lessons, signs, revelations, such are the dwellers of the fire. They shall abide therein forever. Lekin kafir bo'lgan va bizningki oyatlarimizni yolg'onga chiqargan. Ya'ni oyat degan proof, evidence, dalil paketlarni, oyatlarni, darslik lessons degan darslik ibratlarni, alomatlarni, vahiylarni inkor qilgan kishilar, ya'ni shular o'tda urilashqilar bo'ldi, ya'ni do'zaxda urilashqilar bo'ladi. Ular u joyda mangu qoladi. 40-oyat. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. O children of Israel, remember my favor which I bestowed upon you, and fulfill your obligations to my covenant with you, so that I fulfill my obligations to your covenant with me, and fear none but me. Ey İsrailning bolalari, ya'ni avlodlari, mening qilgan ne'matimni eslanglar. Sizlarga men hadiya qilgan ne'matlarimni eslanglar. Va sizlarning mening ahdimga bo'lgan majburiyatlaringlarni bajaringlar, ado qilinglar sizlar bilan tuzgan. Taki men sizlarga tuzgan majburiyatlarimni, ya'ni sizlarning ahdinglarga vafo qilishdan iborat o'zam-o'zam majburiyat qilgan majburiyatni men sizlarga ado qilib bajaray. Va mendan boshqa hech kimdan qo'rqmanglar. Allah subhanahu wa ta'ala mana Bani Isroilga o'shunda xitob qilyapti. Allah subhanahu wa ta'ala inshaalloh kelar qatimda mush Bani Isroilga qilgan xitoblarni tafsiliy holatda o'rganamiz, Alloh nasib qilsa. Oxirida yangi so'zliklarni o'taylik. Prostrate, sajda qilmoq. Refuse, rad qilmoq. Proud, cho'ngchi. Dwell, o'rinlashmoq. Delight, xushal bo'lmoq. Sleep, tayilmoq. yoki slap, tayilmoq. Enmity, dushmanlik. Enjoyment, huzurlanmoq. Pardon, kechirmak. Repentance, tavba. Grieve, g'amkin bo'lmoq. Belie, yolg'onga chiqarmoq. Lessons, ibrat, darslik. Signs, alomatlar. Revelations, vahiylar. Favor, ne'mat. Fulfill, amalga oshirmoq. Obligations, majburiyat. Shuning bilan bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Alloh subhanahu va taolo kelar qitimda sog' salomat uchrashishni nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh.